etemiz. Kazan kebaplara. Şadarbek kanalından kim gelse 20 pay skitke toylarda hizmet etemiz. Şadarbek kanalını kim açıp gelse kim şuna patates kebabı olsa 20 pay skitke. Kanalına kim abone olup Şadarbek'ten açıp gelse 20 pay skitke olacaklar. Ha, o kadar. Xudo xolasa. Aybekam bilan Salat to'xonasidan to'y xizmatidamiz. Xudo xolasa nasib etsa, Aybekam bizlari adamımızdan adama telefon sansa 20% skidka etib beradi. Şurayla xolasa. Nasib etsa. Xorlashaverasizlar xudo xolasa. To'ydamiz yana. To'ylar bo'lsa telefonlashaverasizlar. Guruh bo'y boraveramiz. Sahna bezaklar ham, hofiz ham, quvur ham shu deyna. To'yxonadan gaplashaveramiz xudo xolasa. Qaptiyo islam kortej, hamma narsa bor. Ayiqlar, sahna bezaklar. Hem özleşmesi yaptık zaten. Bizlarimiz sahna bezaklar ham biza, sahna bezakdan biza. Ya gördüm azıcık. Kameradan shu o'zimiz telefonlashib bilan xizmatdamiz xudo xolasa. Yaxshi, dabada olamiz siz. Yaxshi. Молодец, Şadarbek. Hem blogger hem sanatkor ukamiz xizmatingizda xudo xolasa bugun biza bu to'yni bir ajoyib odamlarni bezdirib normalniy qilib qo'yasizlar. O'yin kuniga boy bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, to'yimiz fayzli bo'lsin. Boshqamiz to'ylab chiqmasin, yurtimiz tinchlikda abadiy bo'lsin. Rahmat katta, ilohim arziyamiz. Yana bir marta yoshimizga baxt tilamiz. Sizlarning xizmatingizda bugun Shovoz xonanda, elimiz xalqimiz sevgan san'atkor Shadar Bozorboyev bir yurtjonimiz bo'ladi. Qolaversa video kamera studiyada o'zimizni, Ro'zg'or elimizni ovoz studiyalaridan birisi Lola studiyasi bo'ladi. Qolaversa suxandonimiz bilan Orifjon Komilov xizmatingizda bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha fayzli qilib o'tib borishga harakat qilamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yerimize iltimos ederdik. Gelinimizni Husni Jamolni yuzlarini ochib qo'yishimizni so'raymiz agar malol bo'lsa. O'tiring, katta bo'yingizga ko'z tegmasin. Ibroq hayotdan egilgan boshingiz g'am-anhudan egilmasin. Yangiimizni o'z joylarini egallashlaridan so'rab qolamiz. O'tirishlaringiz mumkin. To'ylar Ramazon ochiqda e'lon qilindi. Yana san'atkorlarimiz yuzlanamiz. Sizlar uchun sho'x-sho'x ko'ylak qo'shiqlar bo'ladi. Marhamat. Aziz qarindoshlar, do'stlar, mehmonlar, mezbonlar. Shu ikki yaxshi kun kelin to'ylar bilan xonadon sohibi-sohibalari, barcha qarindoshlar, do'stlar, kelin kuyovlarimizni tabriklaymiz. Mana bugun Shotyor Bozorboyev ijodiy guruhimiz bilan birgalikda shu oilaning xizmatini qilamiz degan Xudo xolasa Qashqadaryolik mehmonlar ham gap turibdi, og'alarimiz gap turibdi, Qashqadaryodan ham. Qarindoshlar, do'stlar, yaqinlar tabriklab gap turibdi. Hammaga to'y muborak, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Xudo xolasa nasib etsa 5 to'ylar ham yetilsin, 5 to'ylar ham shu go'zal davrani chiroyli etib yaqinlar davrasida tabriklab o'tirish nasib etsin. Bugun ham Lola studiyasi bilan birgalikda Shotyor Bozorboyev guruhimiz, Zamon dekor guruhi sahna bezaklari bilan birgalikda xizmat qilaramiz. Xudo xolasa hamma yaqin ishlarga tilaymiz. Hali qarindoshlar, do'stlar, mehmonlar kelib turibdi. Qarindoshlar kelincha yana bir ikki juft ishga boshlayapmizki, sho'x-sho'x qo'shiqlar bo'ladi. Hamma do'stlar, qarindoshlar davramizda kelamiz. Marhamat, ashulalarimiz sizlar uchun bo'ladi. Hamma yaqin ishlarga yaqin kayfiyatimiz. To'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Eshitgan bo'lasizlar.
Zeynep gösterdim yüreklerim Zeynep gösterdim yüreklerim Mutlu armağanlarım yüreklerim Özüme can edip yüreklerimle Özüme can edip yüreklerimle Ailemizde xon otam, o'tdi umri